Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3 nol tahriri bir korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi solishtirma dalolatnoma, ya'ni aksiyerka. Solishtirma dalolatnoma hujjatini yaratish uchun покупка menyusidagi aksiyerka расчетов bo'limi kiriladi yoki продажа bo'limidagi aksiyerka расчетовga kirsa ham bo'ladi. Hujjatni yaratish uchun создать tugmasi bosiladi va nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Valyuta sverka qismida bizga kontragent bilan qaysi valyutada solishtirma dalolatnoma kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha valyuta tanlab qo'yiladi. So'ngra kontragent qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli kontragentni tanlab olishimiz mumkin yoki kontragent ininisi, ya'ni sirni yozish orqali ham tanlab qo'ysak bo'ladi. So'ngra dogovor qismida показать все tugmasini bosib, ushbu dogovorlar, ya'ni shartnomalar ro'yxatidan o'zimizga kerakli shartnomani tanlab qo'ysak bo'ladi yoki bizga barcha shartnomalar bo'yicha kontragent bilan solishtirma dalolatnoma kerak bo'ladigan bo'lsa, dogovor qismiga qanaqa dogovor tanlab qo'yilmaydi. Period qismida o'zimizga kerakli muddatni tanlab, o'sha muddat bo'yicha o'zimizga kerakli solishtirma dalolatnomalarini ko'rsak bo'ladi. Period qismida yil boshi va hujjat shakllantirilayotgan sana bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. So'ngra pastki qismga o'tamiz. Pastki qismni to'ldirish uchun добавить tugmasini bosib, o'zimiz ma'lumotlarni kiritsak bo'ladi yoki заполнить tugmasini bosib, quyidagi ikkita banddan birini tanlab, ma'lumotlarni to'ldirib olsak bo'ladi. Ya'ni o'zimizning tashkilot va kontragent bo'yicha va pastdagisi esa faqat o'zimizning tashkilot bo'yicha tortish. Bu nashi organizatsiya tugmasini bossak, faqat o'zimizning tashkilot bo'yicha ma'lumotlarni to'ldirib beradi. Yoki заполнить по нашей организации и контрагенту tugmasini bosganimizda ham o'zimizning tashkilot ham kontragent bo'yicha ma'lumotlarni tortib beradi. Mana ko'rib turganimizdek, по данным контрагенту qismida o'zi avtomatik ravishda tortilgan ma'lumotlar. Yoki faqat o'zimizning tashkilot bo'yicha ma'lumotlarni to'ldirganimizdan so'ng ushbu bandda ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, по данным контрагент qismiga o'tib, заполнить tugmasini bossak, quyidagi kontragent bo'yicha ham ma'lumotlarni to'ldirib beradi. Agar bizga chet el valyutasi bo'yicha aksiya kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi valyuta sverka qismidan chet el valyutasi tanlab qo'yiladi va заполнить tugmasi bosiladi. Заполнить tugmasini bosganimizdan so'ng quyidagi valyuta bo'yicha ma'lumotlar kelib chiqadi. Agar bizga bu ma'lumotlarni so'mdagi ekvivalent bo'yicha ham ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi вводить суммовой ekvivalent bandiga yorliq o'rnatamiz va quyidagicha so'mdagi ekvivalent bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Va yuqoridagi valyuta sverka qismida qaytib so'mni tanlab olamiz. Agar bizga aniq bir shartnoma bo'yicha solishtirma dalolatnoma kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi shartnomalar ro'yxatidan o'zimizga kerakli shartnomani tanlab olishimiz mumkin. So'ngra заполнить tugmasini bossak, quyidagi ma'lumotlar chiqadi. Va pastki maydon bilan tanishib o'tamiz. Birinchi navbatda nomer bo'yicha tartiblangan bo'ladi. So'ngra hujjat sanasi, dokument qismida hujjatning o'zi va предоставление qismida hujjat turi, debit kredit qismida esa kontragent bilan qilingan operatsiyalardagi summa mablag'lari ko'rsatiladi. So'ngra счет учета расчетов qismiga o'tamiz. Счет учета расчетов qismida quyidagi заполнить tugmasini bosish orqali счет учета расчетов qismida quyidagilardan yorliqni olish orqali ushbu shotlar bo'yicha bizga operatsiyalar turini tortmaslikni ta'minlashimiz mumkin yoki добавить tugmasini bosib qo'shimcha shotlarni qo'shishimiz mumkin. Заполнить tugmasini bossak, ushbu hujjat bo'yicha doimiy shotlar ro'yxatini chiqarib beradi. So'ngra дополнительный qismiga o'tamiz. So'ngra quyidagi предоставитель organizatsiyada tashkilot vakili va pastdagi предоставитель kontragent esa kontragent vakilini tanlab qo'yishimiz mumkin. Va pastdagi pechatniy forma, ya'ni bosma shaklda chiqadigan ma'lumotlar bo'yicha ko'rib chiqishimiz mumkin. Bular ya'ni разбит по договорам, ya'ni shartnomalar bo'yicha bo'lish. Hozir yuqorida bitta dogovor bo'lgani uchun quyidagi разбит по договор bandi nofaol holatda turibdi. Yuqoridagi dogovor qismini olib tashlaymiz va разбит по договор ham faol holatga keladi. Ushbu разбит по договорni bosish orqali solishtirma dalolatnomadagi ma'lumotlarni barchasini shartnoma bo'yicha alohida bo'lib chiqsak bo'ladi. Agar biz hujjatlar nomini to'liq shaklda aks ettirmoqchi bo'lsak, pastdagi вводить полный название dokumentga yorliq o'rnatamiz. Agar shot faktura bo'yicha kerak bo'ladigan bo'lsa, вводить shot fakturaga yorliq o'rnatsak bo'ladi. Qabul qilingan shot fakturalar bo'yicha xarajatlar qoplanishini birlashtirish uchun eng pastdagi bandimizga yorliq o'rnatsak bo'ladi. Barcha ma'lumotlarimizni to'ldirib bo'lganimizdan so'ng, pastdagi kommentariya qismida qanaqadir izohlarimiz bo'lsa, yozib qoldirishimiz mumkin. So'ngra yuqoridagi записать, провести tugmasini bosib, pechat tugmasini bossak, quyidagi shakllarda bosma variantini ko'rsa bo'ladi. Qog'ozga chop etmoqchi bo'lsak, yuqoridagi pechat tugmasi bosiladi. Agar buni kompyuterga saqlab qo'ymoqchi bo'lsak, yuqoridagi 3 nuqta tugmasi bosilib, сохранить tugmasini bosamiz va tip fayllarda quyidagi formatlardan birini tanlab qo'ysak bo'ladi. Va yuqoridagi sverka согласованныйga yorliq o'rnatish orqali quyidagi ma'lumotlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Ushbu solishtirma dalolatnomani soliq saytiga yuborish uchun yuqoridagi edo tugmasini bosib, отправить электронный документы tugmasini bossak, soliq saytiga tushadi.